Markaziy o'yinlar, haftaning markaziy o'yinlariga birinchi London derbisidan boshlay qolaylik. Birinchi Superligadan boshlaylik. Ha, birinchi turdanmi? Ha. Superligani ikkinchi soatga olib qo'ydingizmi qaymog'iga? Mayli, Superliga. O'zingiz bilasiz. O'zbek futbolidan boshlay qolamiz. Eng osoni, eng zo'ri shu o'zi. Ikkalayiga oson savol beraman. Birinchi tur qanaqa o'tdi? Birinchi turdan nima oldinglar? Birinchi tur to'g'risida endi umuman xulosalar qilib bo'lmaydi-yu, lekin bir kutilmalar bo'ladi-yu baribir. 0-turdan qulayroqda. Ha. Kutilmalar Bilmaysiz, 0-turni bilasizmi? Xo'p, bitta to'xtalamiz. Vodiy jamoalaridan boshlaylik. Biz kutgan, ularning favorit bo'lishini kutayotgan juda ko'pchilik mana shu chempionatda vodiy jamoalaridan boshlaymiz. Andijon, Navbahor va Neftchi jamoalarga boshlang. To'g'ri, so'nggi yillarga nisbatan menda o'sha kutilmalar o'zini oqlagandek tuyuldi birinchi turdan. Endi xulosa. Birinchidan Qanaqa kutilmalar edi u? Masalan, o'tgan yillar masalan Paxtakordan o'sha Chempionlar Ligasida bum qilgan, Al-Hilol bilan o'yinga tushgan, ya'ni guruhdan chiqish vazifasini bajarib qishdi, o'tgan yil Paxtakor. Keyin chempionatda shunday mashal bilan durang o'ynab, keyin yutqizuvlar, mana bunaqalar bo'ldi. Ochko yo'qotishni boshladi. Kutganingiz o'xshamadi. Masalan, favorit Paxtakor deb o'ylagandik. Shaxsan men 5 ta o'yinda 4 yutqizgandi. Shunaqa o'ylaganman, 5 ta o'yin 4 yutqizgan. Qisqasi birinchi tur unaqa bo'lmadi. Hozir Superligada 16 ta jamoa bo'lsa, eng ambitsiyasi yuqori jamoalar bu vodiy jamoalari. Qo'qon 1912 ni hisoblamasangiz. Qolgan uchalasi viloyat nomini, umuman viloyat sha'nini himoya qiladigan jamoalar eng ambitsiyasi yuqori jamoa. Boshqalarda ham shu ambitsiya bordi, lekin ularchalik baralla e'lon qilayotgani yo'q-da. Ha, bularning hamma harakati, bular haqsiroz, sog' bo'ling. hamma harakati Vodiy uchun hapshirdim. va uchalasi ham muhim g'alabaga erishdi deb o'ylayman. Masalan, endi Andijon olsaga, Andijon turdagi eng yirik hisobni qayd etdi. Yana So'g'diyonaga qarshi o'yindi. Endi baribir biz xohlaymizmi-yo'qmi, birinchi turda o'tgan turning bir qanaqadir davomida hech bo'lmasa o'tgan tur debman. O'tgan mavsumni ko'proq yodga olamiz oxirini-da. Masalan, o'tgan yili shu chempionatimizning oxirgi dekadasida eng yaxshi jamoa bu Paxtakor edi. Masalan, botqoqlikdan deyarli chempionlikka yaqinlashib qoldi. Sal omad kelsa chempion bo'lishi mumkin edi. Ikkinchi o'rinni oldi baribir. O'sha Paxtakordan keyingi eng yaxshi jamoa So'g'diyona edi deb o'ylayman. O'sha davrda, ikkinchi davrada So'g'diyona juda ajoyib qatnashgan. O'sha Doriyev eng muhim futbolchiga Neftchidir balki. Yo'q, Neftchi ochko to'pladi, unaqa yorqinmas edi. Yo'q, unaqa yorqinmas edi. Masalan, Paxtakor eng yorqin Endi o'sha ochko nuqtai nazardan ham gapirdim men. So'g'diyona ikkinchi davrada zo'r ochko to'pladi. Fikringiz farqli bo'lishi mumkin. Jamoalarga ham o'z fikrlari bor, qo'yib bering endi. To'g'ri. Qur fikrlarni montaj qo'ymadi-yu. Shantaj qildi-yu. O'sha jamoani 4-0 hisobida yutdi. Endi o'sha jamoa ham o'zgardi-da, mas'ullar oralarida. O'zgardi, to'g'ri, Andijon o'zgardi. Boshqa yo'q, gap hozir baribir men o'ylayman So'g'diyona baribir unaqa emas. 4-0 jamoa emas, unaqa. O'ziga kelib oladi endi. Bu boyagi birinchi tur mavsum boshi degan anaqalar. Men shu gaplar hozirgi So'g'diyonaga atab gapirgan bahonalarim vodiyning o'sha 3 ta jamoasida yo'q-da. Bo'lmadi. Endi Andijon mana shu yirik hisobda aniq chempionlik uchun harakat qilyapti. Uni viloyat rahbari ham, futbolchilar ham, muxlislari ham baralla aytayapti. Viloyat rahbari aytmadi-yu. Aytdimi? Hokim aytdi. Endi Babayaning o'zi borligi, o'zi hech kim aytmasa ham bu jamoa ambitsiyasi borligini ko'rsatadi. Ambitsiyasi bor va chempionlik uchun kurashadi degani. 60% o'ynadi. Ikkinchisi amaldagi chempionimiz Neftchi. O'z uyida boshladi, ular ham birinchi yirik hisob. Yirik hisob 3-0. Endi chempion nima deysiz? Endi ortiqcha ta'rif berish anaqasi yo'q va tarkib bo'yicha eng yaxshilardan biri, agar eng yaxshisi bo'lmasa chempionat. Neftchi. O'tgan yilgi chempionlik tarkibini saqlab qolgan va kuchaytirilishi kerak bo'lgan chiziqlarda kuchaytira olgan jamoa. Ya'ni transfer bozorida ham juda yaxshi ishtirok etdi Neftchi. Uchinchisi endi Navbahor. Navbahor men o'ylayman vodiy jamoalari ichida balkim eng muhim g'alabaga qo'lga kiritgan. Birinchidan safarda o'ynadi. Ikkinchidan Dinamoga qarshi. Va og'ir o'yinda g'alabani ilib ketdi. Qolganlar nisbatan osonroq yutgandek tuyuldi. Unaqa demagan bo'larim, lekin muhimroq deylik.
qolganlar bilan solishtirmagan holda muhimroq. Va hozir juda yaxshi holatga kelib oldi-da. Mana hozir ikkinchi tur uyda o'ynaydi. Endi uyda o'ynab birinchi davra Navbahor o'zi uyda o'ynamaydi, Toshkentda o'tkazadi birinchi davrani. Namangandagi stadion rekonstruksiya. Yana rekonstruksiya. Shuning uchun nisbatan bari yengilroq bo'ladi. Yana bir kutilmalarimdan maling, to'g'risi xavotirliydi. Bu o'sha mashhur O'zbek neft gazi jamoalar. 3 ta jamoa. Nasaf, Buxoro, Bunyodkor. Uchalasi ham g'alaba. Uchalasi ham Brunolmi? Uchalasi ham Brunol. Endi muhimda endi boyagidek bu tarafdan qilganiga qanaqadir kurashuvchanlik qo'shildimi, boshqa qildimi? Endi hali chempionat endi boshlandi, keyinchalik ko'ramiz nima bo'ladi. Lekin hozir o'zlari uchun men o'ylayman muhim qadam tashladi. Ayniqsa Bunyodkorniki Olmaliqdagi g'alabasi. Olmaliqdagi g'alabasi va og'ir g'alaba, bitta super gol. Keyingi turda bittasi ochko yo'qotadi baribir. Bunyodkor bilan o'ynaydi. Kim o'ynaydi? Buxoro. Qisqasi uchalasi ham g'alaba qozondi. Bularning orasida bar Nasaf ko'p futbolchilarni transfer qildi, boshqa qildi. Menimcha Nasaf g'alabasi juda muhim deb o'ylayman. Bunyodkor Samarqand bilan o'ynar ekan hozir. Bunyodkor zo'r. Dinamo bilan. Bunyodkorda. Xo'p, Lokomotiv g'alaba qozondi. Lokomotiv endi ligaga qaytgandan keyin g'alaba qozondi. Va Paxtakor qoldi. Qizilqum bilan. Paxtakor. Endi Paxtakor o'yini ko'rgan bo'lsangiz qiyin bo'ldi. O'yini deyarli boshida edi. Hoji Akbar Alijonov jarohat olib maydonni tark etdi. Umid qilamiz, men to'g'risi Paxtakor uncha qiziqtirmaydi. Hoji Akbar tezroq qaytishi bu milliy jamoamiz uchun juda muhim. O'shaning uchun Hoji Akbar tezda sog'ayib, yana o'zining sport formasini tiklab olsin. O'zim ham Irondagi voqealardan keyin odam xavotirga tushdi, uning ustiga Hoji Akbar ham jarohat olib, qanchadir muddat agar maydondan tashqarida qoladigan bo'lsa, o'zi yetmay turadi. Kandavaraning 4 ta sochi ham to'kilib ketsa kerak. Paxtakor endi ko'ramiz. Hozircha balkim qanaqadir o'z maydonida birinchi uchrashuv Qizilqum bilan endi bunaqa og'ir ham o'yin bo'ldi deb bo'lmaydi. Baribir hisob 2-0. Endi oxirida urishdida gollar. Yetakchilardan hammasi g'alaba qozondi. Masalan, kimdan kutgan bo'lsangiz g'alaba qozondi. Bitta kutilmagan, men to'g'risi Samarqandda durang qayd etilsa kerak deb o'ylagandim. Ya'ni aniq bilib bo'lmasdi. O'sha Navbahorning g'alabasi. Qolganlar masalan kutilmalar oqlandi. To'g'risi men bu uchala jamoadan g'alaba kutmadim. Chunki ba'zi bir futbolchilar tark etdi-da o'sha xabar chiqqandan keyin. Qaysi uchala jamoadan? Nasaf, Buxoro, Neftgaz jamoalardan. Xo'p, xayrli-ki, siz qanaqa rezyume berasiz birinchi turga? Bitta o'yinni sharhladingiz. O'zingiz jon jamoangizni. Unaqa endi. Valensiya emas u. Hatto birinchidan aksirishingiz ham vodiy uchun-ku. Yo'q, men birinchidan Jizzaxga ham aloqam bor. Yuragim. Unaqa Paxtakorga ham aloqangiz bor. Gap bor. Barmoqim chizsam uni soriydi. Quloqim og'riydi dedi. Xullas, endi Saudiyon ham boy aytdi, unaqa zaif emas jamoa. Zaxiradan bitta legioner futbolchi tushdi. Hani Yelimaydan zo'r qo'yib olgan o'yinchisi tushdi masalan. Ya'ni bu yoqda ham Yelimaydan kelgan bitta futbolchi bor ekan. O'zim men o'sha borganda ham aytdim shekilli o'tgan dasturda. Navbahor 2 emasda hozir bu jamoa. Navbahor 2 bo'ladi deb o'ylagandik. Samir Babayan kelganda shunaqa yulduzli tarkib keladi. Ki boshida umuman yulduzda ko'nmayotgani, O'tkir Yusuf bu yo'ni tanlaganidan kelib chiqib, nima qilar ekan deyildi-yu. Hali o'ynaydigan nomladi. Misol uchun Boaki ham ko'rinsa yulduz eng ko'p maosh oladigan futbolchilardan ekan. Agar eng katta bo'lmasa, Boaki bor, keyin Ashorte bor. Bunyodkorda o'tgan yil porlagan boshqa qilgan. Keyin endi yoshi o'tib qolayotgan bo'lsa ham, yayov o'ynasa ham Dragan Cheran xavfli futbolchida, bar o'zbek futbolida. Juda hali orqaga o'tib, nazoratni qo'liga oldi-da. Frenkie de Jong qarroq variant. De Jong qarasa shunaqa bo'lar ekan deb o'yladim. Keyin
menga juda yoqqani, misol uchun o'rtaga bitta yaxshi futbolchi olishgan, o'sha Gruziyadan kelgan futbolchilar bor. Sandro deb qisqartirib aytinglar otimi debdi, chunki hech qanday sharhlovchi baribir oxirigacha faoliyatini oxirigacha ayta olmaydi. Andro Kinashvili. Mana bittada aytdim-ku. Men sharh davomida bilib oldim-da. Ternasi o'yinda sekin-sekin bilib oladi-yu. Norvegiyaliklar tilini. Xuddi shunaqa qilib qiyinda. Uni ham Andro Kino bor-ku so'z. O'sha ikkita so'zdan yasab oldi. Andro Kinashvili deb qo'shib. Keyin orqada gol urgan bor, o'sha Chalasan bor. Chalasan. Mana shu bekor birinchi bo'lib urdi-da. Keyin 4-0 ketdi. Anjonliklar Chalasan urdi, chala bo'lib qoldi dedi-da, keyin 3 ta urib qo'ydi-da. Hech kimni shubha qolmasdi. Hamma har xil qaraydi. Men o'sha sharhda misol uchun tutunsan qo'ysin. Yo, shuni hamma har xil qaraydi. Siz misol uchun boshqa so'z turkumidan foydalangansizda, men o'zingiz xushtak chalasan deb fe'lga aylantirdim-da. Bir amala sharhda shunaqa ketdi. Endi sharhlovchida shunaqa-yu, qulayroq so'z o'yiniga imkon beradigan familiyadan foydalanasiz, to'g'rimi? Siz ham foydalanasiz. Qofiya kelib turgan bo'lsa, qanaqa qilib turib? Xom kelganda nima qiladi uni to'g'irlab? Shuna qofiya kelib turibdi, nima qilish kerak? Men hatto Andijonda Ashortada yuribdi deydi. Mashvortada yuribdi degan gap bor edi, eshitdim. Ashordan tushirib oldim, borku, chala hammasi qofiya bo'lib ketdi. Shu kun she'r o'qibsiz-da, sharhda. Qofiyalashtirib. Kecha she'r o'qidim Arsenalda. Shunday chaldiribsiz-ey. Keyin anaqa to'lasan deb javob ham keyin baribir burchak zarbasidan gol bo'ldi. Dunyoda tendensiya hozir. Inter 16 ta gol uribdi burchak zarbasidan. Kecha umuman kornerlar o'yini bo'ldi. Arsenalda faqat burchakdan bo'ldi. Ha, endi boshqa narsa ham qilsa bo'lardi ular, lekin shunaqa qattiq tayyorgarlik ko'rishyapti. 3 ta gol burchakdan. Ha, keyin 3 ta gol. Keyin Angliyada har bitta jamoa mana 20-turgacha burchak zarbasidan bittadan gol urib bo'libdi. Murabbiylar kelib bo'lgan hamma jamoa, mana kecha Jover bilan otesini chiqib Chelsea-ni yangi kelgan murabbiy o'rtasida. Rosenyormi? Yo'q, Rosenyor emas. Burchak zarbalari bo'yicha mutaxassislar hozir anaqa bo'lib ketdi. Musobaqalashayotgan ekan. Hojiboyga ketganda traktorchilarga aylanibdi. O'shalar kirayotgan ekan birinchi bo'lib. Bizda ham ko'p gol bo'lyapti-da. Men kechani endi anaqa kelgan Mavloda kelganda aytib ketaman. Bunyodkor Agemka bilan Bunyodkor o'ynadi. Kattalar ham o'ynadi. Bir kun oldin dubl o'ynadi-yu. O'sha o'rinbosarlarda aytib berdi menga o'g'lim. Burchakdan gol urishibdi unga. Lekin nimaga shunaqa burchakdan gol urildi desa, 4 ta futbolchini ushlab turishi, kelib turib, boshqa. Men boshda o'yladimki dedi, endi bu zo'r tepdi, gap yo'qdi. Lekin 3 marta, 4 marta takrorlagan, zo'rg'a chiqib qaytargan bir narsalar qilib, keyingilarni. Demak, tendensiya hamma joyga ta'sir qildi. O'rinbosarlarga ham ta'sir qilib turibdi-da. Va birinchi golni Andijon burchakdan gol urdi. O'zi Andijon u eskidan hali tendensiya chiqmasdan oldin bilardi. O'zi boshlab bergan. Biz podkastligini bilmaganmizmi bu dastur? Ularga podkast qilib yurganmiz. Andijon ham tendensiyani bilmaganda qilib yuradi, siz bilasiz yaxshi. Bo'yi uzun futbolchilar bilan. Bunda ham ishlanmadi, shundoq pas berildi. Dragon, men takror lavhada ko'rdim. Shu joyi ketdi, kecha Gabriel ketgandek ketdi. Men Gabrielga ko'p e'tibor beraman, shu qiladi o'zi. Arsenalda burchak zarbasiga javobgar bo'ladi-ku. Sinxron. O'shunaq ketdi-da, Gabrielga uzoqqa pas berdi. Bu osonroq variant-ku. U qaytardi, talotop ichida. Bittasi farqi yo'q. Timberga o'xshagani ham, boshqasi ham o'sha joyda Chalasan bo'lib qoldi. U to'lasani ham bo'lish mumkin edi. O'rtachasini ham farqi yo'q. Birortasi urib qo'yardi. Lekin fakt shuki, Andijon birinchi golni standart vaziyatdan urdi. Va bu yog'iga o'yin ochilib ketdi. Balkim keyinchalik Sog'diyoni joyiga tushirib olar. Menga bitta 9-raqamli o'sha Mulic degan futbolchi bor ekan, Milichga o'xshar ekan. Bo'yi 2 metr. O'shanga Chalasan borib, butun o'yin davomida bermadi. Oldin bilsangiz Paxtakordan olingan Azmiddinov bor edi, keyin Novik degan o'yinchi bor. O'sha tandem yomon emas edi, umuman milliy chempionatimiz darajasida. Lekin shular yo'q hozir. O'rtada butunlay boshqa futbolchilar bilan himoyada zo'r o'ynaganni hisobiga yutdi. Ya'ni oldinda yurgan futbolchilar bemalol gol urgani, bu birdaniga hamma gol bo'lmaydi-ku. O'rtada gollarning o'rtasida daqiqalar bor, boshqa himoyasi yaxshi o'ynadi. Ya'ni men kecha shu narsaga e'tibor berdim. Hamma hujumini Buake zo'r u deb yotibdi. Lekin buncha 2 metrli Sog'diyoni hujum chopgan u bola hali ancha bosh og'riq bo'ladi. Chunki normal hujumchiligi bilinib turibdi. Faqat normal raqibligi, himoyachiligi duch kelib qoldi-da. Shuning uchun Sog'diyoni bunaqa yomon deb o'ylamayman.
tarkibini baribir haligi o'ziga xos bo'lgan o'shanaqa baquvvat futbolchilardan tuzadi, jang qiladigan jamoaga o'xshaydi. Shuning uchun keyingi turlarda Andijon o'zi birinchidan bitta o'yinni hikoyasi buni men butun chempionatga yoymoqchi emasman. Qizilqum bilan o'ynaydi, ko'ramiz. Qizilqum Metin himoyasi Paxtakor qiynadi. kecha. Men ham aytdim, misol ikkinchi o'yinda Andijonga oson bo'lmaydi dedim. Agar bundan ham shunaqa o'tib ketsa, burchak zarbasidan men shu joyda burchak zarbalari kerak. Hozir nima burchak zarbasi tendensiyasi davom etayotgan ekan, uslub bor-ku, flik uslubi bor, yana boshqa uslublarni yechib olish, hal qilish mumkin. Ya'ni yarim yilda bir narsa qilsa bo'ladi. Hozir antis chiqadi. Burchak zarbalari bar xavfda u hech qachon taktika bo'lmaydi. Keyin u bonus bo'ladi. Hech qachon bir jamoa faqat burchak zarba, Arsenal ham burchak zarbasiga o'ynamaydi o'zimni o'ylab qo'yasiz. Kecha 2 turdi. Ha, butunlay bunga tayyorlanmaydi. Chunki bundan oldingi golni Manchester Unitedga ham urgan. Undan keyin faqat o'yindan urdi. Arteta ham aytdi, biz o'yindan urib kelyapmiz. Bugun ko'rinyaptimi sizlarga dedi. Undan oldin Robert Sanchez qilgan xatolarda bittasi gol ursa ham bo'lardi. Lekin shunaqa bo'lib qoldi. Boshqa joydan ura olmagandan keyin shunda bu bonus-ku burchak zarbasi. Shuning uchun ham bu bonusni kuchaytirish hozir jamoalarga plus keltirishni boshladi. Hali bittada ko'rgandan keyin moda bo'lib ketdi-da. Bittada ko'rgandan keyin shuni orqasidan ketamiz deb turib orqasidan ketayotganlarda effekt beryapti. Mana Liverpool ham almashtirdi-da. Almashtirgandan keyin qahramon stanib yozdi-yu. Shu murabbiy kelguncha juda kam urgan ekan. Hozir esimda 9 tami xavfli vaziyat bo'lgan, juda ko'p gol ko'payib ketib qo'ygan. Standart vaziyatdan, burchak zarbasimi standart vaziyatdan. O'tkazishi ko'payib. O'zlari urmagan, ko'proq standartdan o'tkazish boshlaydi. Keyin gol urishni boshlaydi. Ko'p vaziyatda kecha 2 ta urgan. Almashtirib gol urish ko'paydi. Endi buncha fakt bekordan bekor emasda, buni ham ilmi bor demak. Hozir biz xavos u bu deyapmiz, lekin kecha Arsenal aniq buni ko'rsatib turibdi. Arsenal bitta uchrashuvga Jover 6 ta burchak zarbasi, haligi 6 ta taktika tanlar ekan. Taktika desakda variantmi deylik. Birinchisi o'xshamasa bor, birinchisini tep beradi-yu, birinchisi o'xshamasa yoki birinchisini qaytib tep boradi-ku, yana burchak zarbasi o'qadi. Keyingisini ishlatishmaydi, chunki endi raqib biladi. Almashadi futbolchilar. Kecha men Chelsea-da ham burchak zarbalari zo'r ishlanayotganini ko'rdim. Faqat bitta narsa pand berdi. Chelsea-dagi top tepuvchi futbolchilar bor-ku. Joyiga yetkazib berishmadi. Ya'ni bu yoqdagi futbolchilarga ham bog'liq, lekin asl ijrochi bu tepib beruvchi-da. Arsenal 4 ta burchak zarbasidan 2 ta gol chiqardi. U 9 tami burchak zarbasi bo'ldi. O'shanda ham Inkapi o'zi urib qo'ydi. Mayli, zo'r Reece James aylantirib bergan bo'lsa, ammo ko'p uzatmalari yaqin bo'lib qoldi yoki uzoqlashib ketdi. O'sha futbol, Saka bilan Declan Rice qo'ndirib berib turibdi-da. Ya'ni bunga ham bog'liqdi. Men shunchun ham deb o'ylayman, bu top jamoalarda modaga aylanyapti. Top jamoalardagina tinimsiz aniq pas bera oladigan futbolchilar bo'ladi-da. Men xulosan shuni aytmoqchiman. O'rtacha jamoalarda bo'lmaydi, kam bo'ladi. Unaqa yetkazib beraveradigan, ana misol 4 tasini bitta joyga Saka qilib bera oladi. Declan Rice qilib bera oladi-da. Qolgan jamoalarda qatdan topadi. Hatto Chelsea-da ham 8 tasini bir 4 tasi chiqindiga chiqitga chiqib ketyapti-da. Agar aniq bermasa, bu yoqda ming nima qilsa ham foydasi yo'q, to'p bo'lmasa. Befoyda o'qdi, befoyda ketadi, osmonga otgandek bo'ladi. Haligini keyin ishlatisha olmaydi. Chunki hamma bilyapti. Mana misol uchun raqibni Arsenal ham bilsangiz, o'sha Artetani men bitta maqola o'qigandim. Nega shu burchak zarbasiga juda ixtisoslashib qoldi deganda, Arteta boshida kelgan paytda juda ko'p burchak zarbalardan gol o'tkazgan. Arsenal shunaqa jamoa bo'lgan. Shuni yechaman deb turib, murabbiylar shtabini kuchaytirgan Jover kelguncha ham kuchaytirgan va raqiblarni o'rganish asnosida bor, o'zida qanaqadir immunitet shakllanadi. Keyin o'zi ham nimadirni qilishni boshlaydi. Ya'ni yangiliklar ko'rishni boshlaydi. Shuning uchun ilm bo'lib ketdi deb o'ylayman. Bir-biriga uzatib, misol 4 ta jamoani o'rganganingizdan keyin 4 tasidan nimadir olasiz-ku. Nima men ishlatmasligim kerak deysiz? Lekin Arteta City'da ham o'zi standartlarga javobgar edi. O'sha mashhur videosi bor. Birinchisi Guardiola ikkalasi mana qilib Guardiolaga mana qilgan. Shu nimadir o'zgartirish kiritganda. Tushundim, lekin o'xshaganlikda. U bo'ladi, lekin o'zi umuman Arsenalga kelgandagi eng birinchi fiaskosi standart vaziyatlarda bo'lgan. Burchak zarbasi to'p oshirib berilganda, mana hozir Real bilan Barsada shu narsa yo'q-da. Hali standart vaziyatlardan eng ko'p xavfli vaziyat yaratayotgan jamoa hali gollimi? O'sha Valensiya bilan Barselona birda ekan. Hayron bo'ldim.
Demak, hali bu hali top jamoalarni anaqasiga o'tmaganda, nazoratiga o'tmaganda Valensiya nima qiladi? Valensiya uni so'nggi qurol yoki yagona qurol sifatida ishlatayotgan ham bo'lishi mumkin. Bu ehtimol. Shunga qattiq qarab yoki bo'lib qolishi mumkin. Masalan, Realda juda yomon. Mana shu burchak zarbalari, boshqalar o'yinni o'ntalab tepadi. Samarasiz, ha. Lekin bu otdan tez o'yinchilari bor, bo'yi uzun futbolchilari bor. Har doim keladi, lekin ishlanmayor, bilasiz. Masalan, Arsenalni ko'rasiz va buni ko'rasiz-da. Shuning uchun ham men ertaga Barselona Arsenal bilan o'ynashiga to'g'ri keladi. Misol uchun yarim finallargacha boradigan bo'lsa, men o'ylaymanki Flick ham, Real ham hammasi shuni ustida ham ishlashni boshlaydi. Ya'ni bu Italiyadan, Ispaniya, Fransiya hamma joyga tarqalib borayotgan COVID-26. Endi shu ilmni Babayan o'rgangandingiz-da? Yo'q, bu bu Andijonda denkasida bor. Yaxshi tarafi bor-ku. Bobur Samuel Babayan haqida har xil fikrlar bor-u. Ha. Lekin Samuel Babayan mana shunaqa narsalarga juda ochiq murabbiyda. Ya'ni ilmga, yangiliklarga, o'ziga singdiraveradi. Dogmatik emas. Yo'q, unaqa emas. Masalan, kimdir nimadir maslahat bersa, quloq soladi, mana uni qiladi, qilmaydi o'zi biladi. Lekin yangiliklar, mana bunaqa bo'pti, mana bunaqa qilish kerak desa, eshitadi. Endi uni qilish qilmasligi baribir qarorni o'zi chiqaradi-yu. Keyin boyagi o'sha birinchi bo'lib mana shu video tahlillariga ham ko'p e'tibor bergan, klubga Paxtakorga o'sha paytda o'sha video kameralar sotib olgan, kerak narsalarni harakat qilgan. Ilmiy yondashgan. Ilmiy yondashgan. Men ba'zi bir trenerlar taniyman, juda dogmatikda. O'sha bitta bilimi bilan yuraveradi. Fikri bor, men o'zim bilaman deydi. Masalan, lekin planshet kerak emas deydi. Dunyo o'zgardi-da, mana bu hozir men shuncha xayrli deyarli 10 daqiqa gapirdi. Bitta burchak zarbasi haqida. 5 yil avval bu gap yo'q edi. Hozir rostdan ham top klublar aynan bitta burchak top. Avval oshib borsa himoyachilar uchun alohida murabbiy bor ekan. O'zi darvozabonlar murabbiy paydo bo'lganiga 20 yil bo'lmadi. Darvozabonlar paydo bo'lganiga o'zi 30 yil bo'ldi. Keyin himoyachilar uchun alohida, hujumchilar uchun alohida. Jismoniy tayyorgarlik, burchak zarbalari, ikkinchi qavat, ba'zi klublar hakamlarni o'rganish uchun hozir endi dahshat bo'lib ketyapti-da. Ko'rdingiz, hozir burchak to'plar, jarima to'plar uchun alohida, outdan otishlar uchun alohida, sariqlar, qizillar, qisqasi bu fan bo'lib ketdi. Fan bo'lib ketdi rostdan ham. Hali institutda 2-3 ta fakultet bo'ladi, hozir universitet bo'lib ketdi-da futbol. Mana shoxobchalar ko'payib ketdi. Avval kino endi paydo bo'lganda bitta rejissor bo'lgan, bo'ldi. O'zi tasvirga olgan, hammasini o'zi qilgan. Hozir o'zi boyaga videoga o'xshagan. O'zi dekoratsiya yasagan, o'zi aktyor bo'lgan, ko'p ehtimol yo xotinini qo'ygan, ish qilib, aktrisa qilib bir narsalar qilgan. Kino pul dahshat pul keltirish boshlagan ekan men Gollivudlar. Mana hozir kino tugagandan keyin bir 10 minut maylanadi, bilasizmi? Ishtirok etgan. 1000 ta ovoz chiqadi, 1000 ta familiya. Har xil narsaga pul paydo bo'lgandan keyin har bir ishning o'zining egasi bor-da. Ko'chada futbolda ham katta pul aylanyapti-ku. Shuning uchun endi katta pul aylangandan keyin har bir narsaga hozir bosh murabbiylarga maza o'qib. Bosh murabbiy baribir haydayman desa, nima qildim burchakdan to'p o'tkazib yubordim. Bosh murabbiy nima qildim, u qaramadi. Bosh murabbiy haligi Zakovatdagi Shtogdagi Sardorga o'xshaydi. Boshlovchi. Sardorgami? Kapitan oxirida to'g'ri javob topishdi. Oxirida to'g'ri rahbar berish kerak. Bosh murabbiy jamoa yutqizadi-da, u to'g'ri topa olmaydi. U o'sha xodimni ishga olgan, boshqa qilgan ham o'sha. O'sha hamma puzzle qarorni o'sha tanlagan shu. Men umuman anaqani aytmoqchiman, masalan, birinchi klassikodan qanaqa vahima bo'ldi? Ungacha baribir qo'yyordi. Barselonaning xatosi bo'ldi. Yamal atrofidagi gap so'zlar, qiz bilan o'ralashishi, ijtimoiy tarmoqlarda har xil gap so'zi boshqa. Aynan mana shu kerakli mutaxassislar, bilmayman endi, ruhshunosdir, psixologdir va umuman psixdir, kimdir shug'ullandi. Qarang, o'sha birinchi klassikodan hozirgacha Yamal qanchalik o'zi. U nafaqat maydonda, u hozir yaxshi bola bo'lib qolgan u.
va ro'za tutyapti. Ha. ota-onasi yo'qoldi. Ha, umuman mediadan Ijtimoiy yo'qoldi. tarmoqda ota-onasi, ukasi ham u O'zini oxirgi intervyusida ukasini ham men sog'inish boshladim. O'zini oxirgi Ota-onani intervyusida men ko'rmayapman. qizlarni yomonlagan. Ya'ni Ha. katta yoshli ayollar bilan Yo'q, umuman uchrash noto'g'ri balkim u degan. umuman o'zgarmagandir hali. Balki To'g'risi, balkim o'zgarmagandir. Odam bunchalik tez u anaqa emas. yosh o'smir uni ustiga. Balki Almashtirib sharh qo'yadigan kitoblarni emas-ku. o'qigandir. Keyin u robot emas-ku, dasturini almashtirib qo'ysangiz Nafs bor-ku baribir. Ha, temir xotindan anaqa ashula aytib ketadi. Ha, Kasetasini Kasetasini almashtirib qo'yadi. Lekin nima qilsa qildi, aynan o'sha mutaxassislarda. Yo, umid qilamiz rostdan ham o'zgardi tashqi ozgina. ko'rinish konkret o'zgardi. Ishtoni nima ekan shuni? Ko'tarishni boshladimi Ya, ekan? endi unga mutaxassis topildi. Hali alaqada ishtonsimas fanligi yo'q. Yo'q. Ha, yo'q. Uni hattoki sun'iy intellektdan Bitta javob so'zda bera ikkita olmaydi. shay kelsa, bittasini sirib yuboradi odam. Sun'iy intellekt masalan o'sha Sun'iy intellekt. qizlar masalasi, tarmoqlar masalasi hammasiga balkim javob topgandi. Yo'q, kechirasizlar debdi. Anaqa ChatGPT ham, Jeremy ham hammasi Grok ham hozircha yo'q. Hozir sun'iy intellekt ikkitasini nomini noto'g'ri aytdingiz. Boshqa narsalar chiqarib berayotganmish-da, u zarariga xizmat qilarmish. Ishton degan so'z chiqsa, boshqa narsalar chiqarib beryapti ekan. U Yamalning zarariga xizmat qiladi deb undan foydalanadi. Bizada S bilan shin ikkita harfda yozamiz-ku. O'sha ham adashtirib yuboradi-da. Ha.